Assalomu alaykum, bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi eshik derazalarimiz Ekapen profilini Zolotoy dub seriyasidan bo'lgan. Akfaga rosa o'xshab ketadi. Xo'p. Ikkita eshik, 3 ta deraza qo'yganmiz beyiga. Derazalarimiz 2 qavatli oyna, yodovoy oddiy oynasi. Eshigimiz 1 qavatli oyna, yodovoy gulli, qalampir deganidan. Xo'p, buni pasti mana bu ko'rib turganingiz pastidan olgan edik. Biz endi buni kaltaytirishimizga to'g'ri kelib qoldi. Sababi polini biz kelganimizcha polini qilishdi. Bular poli baland bo'lib ketdi xullas. Mana bu yerda ustiga laga qo'yilganning hisobiga eshik ozgina kichkinaroq bo'lib qoldi. Bular narxini qanchaga qilib berdik? Qanchaga qilib berdik? Esimdan chiqdi. 6,5 ga. Ha. Xo'p, o'sha ikkita eshik, 3 ta deraza bo'lgan. Ikkita mana shunday derazamiz bor. Bitta derazamiz ko'cha tomonda. 2 qavatli oyna. Xo'p, bitta 3 ko'zli derazamiz bor. Bitta 3 ko'zli derazamiz bor. Buni o'rtasidan bitta ochiladi. Bittasi ko'chada. Bitta derazamiz mana bu yerda. Xo'p, endi 1 metrga bo'yi 1.70 lik bu deraza. Oynasi 2 qavatli. Qizg'ich oynadan qilingan bu ham. O'sha 15-20% aks qaytaradi kunduzi. Kechasi lekin aks qaytarmaydi. U ichkaridagi inson ko'rinib qoladi. Parda ilish kerak bu yodovoy oddiylarga. Xo'p, buni summasi 6,5 million so'mga qilib berganmiz. O'sha Ekapen profilidan ruchka zamoglari, oshiq-moshiqlari, petlar, o'sha narsalari, o'sha mahkam, baquvvat narsalardan. Xo'p, buni o'zini Ekapendan qilishdi sababi Ekapen profillari Akfa profillaridan ko'ra arzonroq, seniyasi arzonroq bo'lgani hisobiga shu ko'p yerlarda mana shunaqa Ekapen profilidan qilinayotgan o'sha summasiga qarab turib